Ben Nariman hükümetinde kelip Karasu rayonunda hizmetlerinde yaşayım. Grup Nariman hükümetinde hizmet ayarında 2010 yıldan 2018 yılda 17 yılda çeyip ayır başkanı işte. Benim kelgen sebebim benim nizamsız işten ayda köp basın jasadı. Aylı hükümeti etkisiz yok. Öz başınçasıyla köp işte nima qiladi. Mana sizlar borib turib nima qiladigan bo'lsangiz, familiyasini to'g'ri jazolaydi. Qanti bu nima bo'lgan, ayli hükümet bo'lgan ko'p odamlarni jali basın bilan aydab, shu 45 ming elni aldab turib diplom jasalma. Действительно jasalma bo'lib chiqdi. Bizga shu xatni berdi mana ko'rgili. O'qib ko'rgili. Jasalma bo'lib shu bizga mana bu korrupsiya bo'yicha prezidentimiz mana shu yaxshi ishlarni boshladi. Mana keyin bizda mana huquq qo'g'on organlari ham toza ishlab, tergov bo'limlari ham toza ishlab bizga mana shuni xatni jiberdi. Nega endi o'zining funksiyalarini, обязанностьlarini, millatini bilmaydi. Qanti ayli hükümet bo'ldi, bilmaydi qoldi. Bular xizmatkorlarda ko'p odamni qo'rqitib, uyga daji mana nima qilib turib, qo'rqitib mana ayol, ayniqsa mana u Lola degan nishonli Lolani, sizlarda xabaringiz bormi? O'tganda bir nima qilib turib, больницада jaqib chiqdi. U ham dag'i ish qo'zg'olsa mana shunday saylovdan burun qolib ketdi. Endi men aytarim, men ne deydim? Shu dag'i mana shunday ishlar mana bosilib mana haligi diplomi jasalma nima bo'lib turib, mana shunday bo'yicha qolmasin. O'zinchasi 45 ming yerda aldab turib, men yurib fakta o'qiganman, manday deb turib jasalma diplomdan kelishini u o'zinchasiga siz ishlaysiz, siz burungi ayli hükümetde kadrisiz bir ishlaysiz deb aytib mizan. Xuddi menchik ishxona. U biznesmen edi. Biznesmen singari ishxonasida qanday ish bo'la turgan bo'lsa, xuddi shunday turib ayli hükümetde munisipal ishxonani menchik ishxona bo'lgan. Xolasa odam olib keladi, xolasa ayda. Tavabım şurada adamlarda tozalash kerak-da. Bizi ayli hükümet en çok ayli hükümet. 45 bin, 47 bin el var. Biz mana shu ko'p odamlar jadal bo'ldi. Hozir endi bu yoqqa kelgani qo'rqyapti. Ne deganda bolasini bilsa qo'yishi mumkin. Shunday qo'lidan keladi-da. Bitta ishdan ketish kerak-da. 350. statyanın 2. birimi var. Bilip durum jasalma dokumentini qo'llanib. Esepte ko'rsatgan 100.000 cheyin o'lchamida ayib saluga je bo'lmasa 3 yildan 5 yilga cheyin mo'natdan erkinlikdan ajratilgan jazolanadi.